Tasavvur qiling, kechasi telefoningizga oddiygina xabar keladi. Hisobingiz bloklanmoqda yoki sizga pul yuborildi. Ko'pchilik aynan shu paytda xato qiladi. Bugun biz fishing qanday ishlashi, odamlar nega aldanishi va qanday himoyalanishni tushunib chiqamiz. Fishing o'zi nima? Fishing bu texnik xakerlik emas. Bu insonni aldash orqali ma'lumotlar olish usuli. Ya'ni parol, karta raqami yoki SMS kodni odamning o'zi beradi. Fishing ijtimoiy muhandislikka kiradi. Bu odam psixologik bosim bilan xato qilishidir. Fishingning qanday turlari bor? Birinchi turi ommaviy fishing. Email, SMS yoki messenjerlardan keladi. Google'dan xabar, bankning ogohlantirishi. Odam linkni bosadi va soxta saytga parol kiritadi. Ikkinchi turi maqsadli fishing. Bu ancha xavfli. Odam haqida oldindan ma'lumot yig'iladi. Ismi, banki, ish joyi va boshqalar. Keyin ishonchli ko'rinadigan xabar yuboriladi. Uchinchi, telefon orqali aldov. Men bank xodimiman deb qo'ng'iroq qilishadi. Siz haqingizda ba'zi ma'lumotlarni aytib ishonch uyg'ottirishadi. Maqsad bitta, kod yoki parolni olish. Zamonaviy fishing. Ba'zan ovoz yoki video ham soxta bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida tanish odam ovoziga o'xshatishadi. Lekin bu kam uchraydi va odatda katta tashkilotlarga qarshi ishlatiladi. Nega odamlar aldanadi? Chunki fishing qo'rquv, shoshilinch, ishonch va shu kabi tuyg'ular orqali bo'ladi. Hisobingiz o'chadi, zudlik bilan tasdiqlang. Bu do'stingizdan kelgan. Bu kabi xabarlar odamlarni o'ylamay bosishga majbur qiladi. Qanday qilib himoyalanish mumkin? Birinchi, hech qachon shoshilmang. Agar sizdan parol yoki kod so'ralsa, bu xavf belgisi. Ikkinchi, linklarni tekshiring. Hatto tanish odam yuborsa ham avval o'ylang, keyin bosing. Uchinchi, bank hech qachon SMS kod so'ramaydi, parol so'ramaydi. Telefon orqali karta ma'lumotlarini so'ramaydi. To'rtinchi, ikki bosqichli himoyani yoqing. Telegram, Google, Instagram va boshqa platformalarda bu juda muhim. Beshinchi, agar qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni uzing, keyin o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Agar ma'lumotlar chiqib ketgan bo'lsa, darhol parolni almashtiring. Bankka qo'ng'iroq qiling. Aktiv sessiyalarni tekshiring. Yakuniy so'z. Fishing hammaga xavf soladi. Yoshga yoki kasbga bog'liq emas. Lekin kim bu sxemalarni tushunsa, uni aldash qiyin bo'ladi. Agar video foydali bo'lsa, yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videoda internetda o'zingizni qanday yashirish mumkinligini ko'rib chiqamiz.